chempion smartlar xatolar bilan kelgan ekanlar. Xatolarni to'g'rilab berdim. Qilingan qayerdadir ham bor narsa aytaman. Qayerdadir ham qilishgan, chalaq tashashgan, ishlamayman, navigatorlar ishlamaydigan qilishgan, настройкалар qilinmagan edi, приложениyalar chala yozilgan edi, rusifikatsiya chala bo'lgan edi, полностью исправить qilib, navigatorlarni to'g'ri chiqarib berib, голосовое управление qilib berib, BYD включи свет. Hammasini to'g'rilab, настройкаlarni to'g'rilab berib, kerakli приложениyalarni yozib berib, настройкаlarni oxirigacha yetkazib, даже kolonkalar ham вообще xafa chiqarib yotuvdi, hammasini qilib berib, bu yerga navigatorlar alisalarni chiqarib berib, полноценный rusifikatsiyani to'g'rilab qo'yib, hammasi mana cho'tki ishlayapti endi. Egalari xursand bo'ldilar, egalari довольный bo'ldilar. Kim kerak bo'lsa shunaqa garantiyasi bilan imенно gрамотно qilib beradigan, imенно to'g'ri qilib beradigan telefon ko'rasizlar.